Shu joyni ko'pchilik biladi, yangi qurilgan Olimpiskiy городок. Ro'parasida yangi O'zbekiston bog', u yoq tarafda esa Aka universitet va Olimpiskiy городок orqa tarafda kecha oxirgi qurilgan biznes klass aeroportimiz. Shu manzaraga yaqin joyda, ya'ni Yashnobod tumani Abaydan. Xo'p, 11 ta qurilgan townhouse obzoriga keldik. Bu joyning kottejdan farqi o'zini alohida hovlisi bo'lmas ekan, tashqaridan faqat parkovka qilib foydalansanglar bo'lar ekan. 11 tadan mana ko'rayotgan bo'lsangiz, 5 tasini o'zini mana shunaqa terasalari ham bor. Kecha Mustaqillik bayrami yangi O'zbekiston bog'ida bo'ldi. Umuman yaqinlashib bo'lmadi. Bu yerda esa shundoq yuzdan turib hamma bayramni, salyutlarni boshqalarni shundoq kuzatib tursanglar bo'lar ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha kuzatinglar. Eng boshida yana bitta obzor qilib ko'rsatib beramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, to'liq bitganda shu ko'rinishga keladi. Juda chiroyli ekan, menga yoqdi. Bu yerda esa ichkarilarni chizmasi. Bu yerda eng kichkinasi 130 dan 170 kvadratgacha. Xo'p, mana bu ko'rayotganimiz mana bu oldi qismi hisoblanadi. Bu yerdagi yon qismiga o'ziga alohida kichkina tupikcha qoldirilgan. Bu yog'iga esa mana bu yon qismiga mana shu ko'chadan kirish qo'yib. Mana bu joylarning hammasi yashil hudud bo'ladi. Va mana pasportda ko'rgan bo'lsangiz, mana bu joylar vurchatka bo'ladi. Bitta mashina turibdi, ya'ni ikkinchi mashinaga ham joy bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yana bitta zo'r tarafi mashinasi elektromobil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda to'p qoldirilgan, ya'ni zaryadchikka ham to'liq sharoitlari bor. Va ichkarilarni birga ko'rib chiqamiz. Biz mana ichkariga kirib oldik. Kirganda shunaqa kichkina koridor, bu yerda esa katta koridor kutib oladi. Egalar har bitta narsani sifatini qilgan zot. Mana shu 25-model, ya'ni Xitoyning eng oxirgi modellaridan ekan. Kabellar rus kabel, devordagi g'ishtlar hammasi ohangaron g'ishtlari, tak santexnika, teplый pollar bitkazilgan, hammasi rossiyskiy dot, tepadagi plitalar hammasi ispanskiy ekan. Ya'ni shu holatda topshiriladi, qolgan отделка hammasini o'zingiz qolasiz. Kirganda chapdagi xonamiz bu oshxona, undan keyingi sanuzel, bu yerdagi xonamiz bilmadim, spalniy qilsalar bo'ladi menimcha. Bu yerda orqada havo almashga, quyosh tushishiga joy qoldirilgan asosiy xonalarimiz tepada. Biz mana tepaga chiqib oldik. Chiqqanimizda chap qo'l bilan o'sha terasaga chiqiladi. Bu yerda bitta xona, bu yerda ikkinchi xonamiz, bu yerda sanuzel, bu yerda ikkita xona bor. Xohlasangiz bittasini zal, xohlasangiz spalniy qilasiz. Bittasini xohlasangiz ikkalasini ham spalniy qilsanglar bo'ladi. Tepasi shumoizolyatsiya, gidroizolyatsiya, teplый izolyatsiya hammasi qilingan. Kvadratlari 130 dan 170 kvadratgacha. Narxlari starti 125 mingdan 135 minggacha. Endi bu joyni eng arzon deb aytolmaymiz, sababi bunaqa proyektni birinchi marta obzor qilishimiz. Narxi arziydimi yoki qimmatmi, arzonmi, kim biladigan bo'lsa, tegida ofitsiantga yozib qoldiringlar. Endi bu joyimiz kimga yoqadigan bo'lsa, bizning kanal orqali chiqadigan bo'lsalar, narxini yana ham yumshatib berishadi egalari.